Ehsonning mukofoti faqat ehsondir. Anglaganingizdek, dasturimizda xayriya sahifasi. 5 yoshli bolaga gidrotsefaliya kasallik tashxisi qo'yilgan. Oilani davolatish uchun mablag'i yo'qligi sababli bemorning ahvoli og'irlashib boryapti. Jarrohlik amaliyoti Hindistonda qilinishi kerak. Operatsiya uchun esa 15 ming AQSh dollari kerak bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, ushbu bemorga imkoningiz bo'lsa, yordam bering. Telekanalimizga murojaat yo'layotgan bemorlarning davolanishi yoki jarrohlik amaliyoti uchun katta miqdorda mablag' kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zida ular xalqdan qayta yordam olishga harakat qilishadi. Sultonmurodning oyisi ham o'g'lini davolatishga pul topa olmay qiynalyapti. Bugun ham onaizor yana bir bor saxovatpesha insonlardan ehson so'rab murojaat yuborgan. 8 oyligida komaga tushib qoldi. Meningit ensefaliya degan diagnoz bilan yotdik. Hozirgi kunda diagnozi gidrotsefaliya sindrom. Oilaviy ahvolimiz, sharoitimiz juda og'ir. Aslida onaizor ham davolanishi kerak, lekin farzandidan orttirib mablag' yig'a olmaydi. Hamma onalar singari u ham o'g'lining sog'ligini birinchi o'ringa qo'yadi. Bolalik zavqini tuyishi uchun tengdoshlariga o'xshab yurib, o'zi ovqatlarni qo'li bilan ushlab yeyishiga, hissalaringizni qo'shsalaringiz, bolam ham shu bolalik zavqini tuysa, o'g'limni yurganlarini ko'rsam. Motor Nazirov, Asilbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun.